Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning 2016-yil 13-maydagi Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetini tashkil etish to'g'risidagi farmoniga binoan joriy yilda yangi universitet tashkil etildi. 2016-2017 o'quv yilida 300 nafar yigit-qiz mazkur ta'lim dargohining ilk talabalari bo'ldi. Muxbirimiz Hadiya Abdullayeva ulardan biri bilan suhbatda bo'ldi. Talabalik oltin davr, buni ayniqsa endi o'qishga kirgan yigit-qizlar yaxshi his etadi. Mohigul uchun bu yil 2 karra omadli bo'ldi, chunki u Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasiga aylandi va imtiyozli ravishda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetiga qabul qilindi. Yangi universitetda ilk talabasi bo'lishning o'zi bir yelkamizga juda ham katta mas'uliyat, chunki har yurish-turishimiz ham o'qishimiz ham o'qish jihatdan ham xulq-atvor jihatdan boshqalarga o'rnak bo'lish hozir bizning oldimizdagi eng katta maqsadlardan bittasi. Garchi o'quv yili endi boshlangan bo'lsa ham allaqachon vazifalar talaygina. Mohgul ham sidq dildan o'qishga kirishgan. Kelajakdagi orzularim mana shu o'zbek tili va adabiyoti fani o'qituvchisi bo'lish va albatta o'zimiz kabi talabalarga, o'quvchilarga dars berishda mana shu yerdagi ustozlarimizning, domlalarimizning qanaqadir hissasi bor, chunki ularni bizga o'rgatgan barcha bilimlarga tayanib, suyanib kelajak avlodga o'zimizdan nimadir qoldirishga harakat qilamiz. O'rta Osiyoda yagona Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti zamonaviy ta'lim standartlariga javob bera oladi. 2016-yil 13-maydagi prezidentimiz farmoni bilan tashkil qilingan Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyot universiteti bizning tilimizga bo'lgan yuksak bir e'timorning namunasi sifatida namoyon bo'ldi. Bu universitetda hozirgi kunda 3 ta fakultet mavjud bo'lib, asosiy maqsad universitetda ochishdan asosiy maqsad o'zbek tili va adabiyoti, bizning milliy adabiy merosimizni o'rganish va o'zbek tilimizda yaratilgan badiiy asarlarni dunyoga namoyon etish. Odatda universitet haqida so'z borganda albatta talabalar fikriga quloq tutiladi. Biz ham shu o'rinda bu yigit-qizlarni fikrini bilishga oshiqdik. O'zbek tili va adabiyoti universiteti birinchi navbatda o'zining kuchli pedagog olimlari, o'qituvchilari bilan ajralib turadi. Bu universitet tashkil etilishi tilimizni, millatimizni, madaniyatimizni rivojlantirishga hissa qo'shadi deb o'ylayman. Endi bu universitet bizani mas'uliyatli bo'lishga undaydi. Universitetimiz o'ziga xos tomonlardan yana biri, bu ko'rib tursiz, bizning axborot resurs markazimiz hisoblanadi. Bu yerda butun O'rta Osiyo universitetlaridan yig'ib keltirilgan noyob namunalar, Alisher Navoiydan tortib to hozirgi zamonaviy adabiyotgacha bo'lgan adabiyot namunalari keltirilgan. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan ochilgan bu universitet bir so'z bilan Mohigul singari talabalarni o'z sohasining yetuk kadrlari bo'lib yetishiga xizmat qiladi. Hadiya Abdullayeva, Dilmurod Akbarov, O'zbekiston onlayn yoshlar informatsion dasturi uchun.